Birinchi mahallani ko'rsataman. Asfalt bo'lgan, katta ko'chadan 500 metr olov masofa, yon atrofda maktab, bog'cha, hammasi mujassam bo'ladi. Ko'rasiz, sotuvchi xonadon shu bo'ladi. 1.7 sotuq, bu tarafga ham bitta e'tibor berasizlar. Tashqari tarafda zelenuy zonasi kattagina, tashqariga qo'yishingiz ham bo'ladi mashinani. 1.7 sotuqga tushgan xonadonimiz sotuvga chiqib qoldi. Bismillah deb kirib borar ekanmiz, bitta mashina qo'yishga joy. Oshxonani betga ko'chirib yuborsak, sizda ichkarida 4 ta xona mujassam bo'ladi. Endi asosiy binoga kirib boramiz. 100% tobli poladan chiqarilgan, aboylardan chiqarilgan. Ko'rasiz, shu holatda bo'ladi. Kaldor bo'ylab yuramiz. Bu yerda bitta kattagina zalga ko'zingiz tushyapti. Tayyor holatda shunday kelasiz, yashab ketish imkoniyati bor. Bu oshxonamiz bo'ladi. Bu yoqqa qarab yuradigan bo'lsa, bu yerda bitta ota-onalar yotoqxonasi qilib qo'ysangiz bo'ladi. Shu xonamizni tegi podval qismidan iborat bo'ladi. Bu yerda bitta sanuzl, bu yoqda yana bitta xonamiz, tashqari qaraydigan romlar ham bor. Ko'ryapsiz, 3 ta xona bo'ldi, oshxona bo'ldi, podval bo'ldi. Agar oshxonani tashqariga chiqaradigan bo'lsangiz, 4 ta polnocenniy xona bo'ladi. $53,000 evaziga Nazarbek tekstil gulchilik mahallasiga kelganmiz. Egana raqamini qoldirib qo'yamiz. Aniq Manzil akasi Telegram kanalimizda bo'ladi. Sunnatiga o't beradigan joylari bor. Raqam qoladi, qo'ng'iroq qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar.